En davamlıq kitap oxuşunu başlasaq, salomatlik to'g'risida. Yaxshi salomatlik va uningdan kelgan xo'shal kayfiyat baxtning eng yaxshi mablag'i. Biz xizmat qilamiz. Baxtga erishimiz deydiganmiz, oldi bilan salomatlik bo'lishi kerak. Sog'lom tan va jo'shqin ruh kishilik turmushdagi huzur halovatining manbasi, xizmatning o'tkir quroli. Sağlam tən bolğanla sağlam ruh boludu. Sağlamlıq aql parasatning şərti, xoşallıqning belgisi, şundaqla uç quyruqluq və alijanoblikdagi təbii xarakter. Sağlamlıq ən zor xoşallıq, uni barlıq xoşallıqning asosi deyishga bo'ladi. Sağlamlıq bo'lmasa har qanday xoşallıqdan söz açqil bo'lmaydi. Bədanning chidamchanligi go'zallikdan a'lo. Sağlamlıq sel qaraş özünün hayatı bilan o'ynashqanlik bilan baravar. Şadlıq külkisi ruhi sağlamlıqning ishonchlik belgisi. Özümüzni xo'shal tutsak, tizgillab tursak, xotirjam kutinsak, doktor bo'sig'imizdan yiroq turadi. Agar ruhi sağlamlıqqa daz ketsa, tan sağlamlıqni saqlashga har qancha uringan bilanmi bekor. Sağlamlıqni qattiq tadbir planlar bilan saqlayman deyishning o'zi bir xil odamni bezor qiladigan kasallik. Harakat barcha hayotlikning bo'liqi. Harakat qilib va o'z nafsini tizginlab turgan odam oxirgi umridimi yoshlik borining hayotiy kuchini saqlab tura oladi. Ammo yashash san'ati degan kitobdan Mayli cho'ng kichik ommaviy yoki xususiy va yoki oilaviy ishlar bo'lsin, hammasini o'z qonuniyati bo'yicha bajaring. Orzu bilan qonuniyatni birlashtiring. Hargizmi o'z xohishingizni debla qonuniyat prinsiplarini buzman demang. Ulug' ishaq demay, turmushdagi har qanday ishga mas'uliyat, majburiyat bilan boqing va shu qonuniyat bo'yicha muomala qiling. Alayli, yuyunishni imkoniyatning boricha tabiat bilan yo'g'rilgan holda o'rindang. Tamoqni ham tabiatning amaliy qonuniyati bo'ysungan holda iste'mol qiling. Muhimi sizning nima qilishingiz emas, qanday qilishingizdir. Bu zakonni tushunsangiz va turmushingizni shu bo'yicha tartibga solsangiz, mayli qanday dardi qismat beshingizga yog'masin, tinch amallik sizga hamon hamkordir. Bizni azoblaydigan boshqa narsa emas, bizning maydonimizdir. Dilimizga azob, yo'limizga to'siq bo'ladigini hargizmi boshqalar, boshqa ish, boshqa narsa emas, balki dal bizning shu ish odamlar bo'lgan pozitsiya, maydonimiz, inkosimizdir. Ish boshqa, qarash boshqa albatta. O'limning o'zi unchalik qo'rqinchli emas. Biz hamisha o'limni shunchalik dahshatli deb o'ylab olamiz. Amaliyotda bizni qo'rqitadigan o'limning o'zi emas, balki bizning o'lim haqidagi o'y-xiyol qarashimizdir. O'limga har xil muomala qilish mumkin. O'zingizning o'lim va boshqa hodisalar haqidagi qarashingizni tahqiqlab boqing. Hammasi mutlaq to'g'rimi? Sizga qanchalik foydasi bor? O'limdan, azobdan qo'rqmang. Eng qo'rqinchlisi o'lim va azobdan qo'rqish tuyg'usidir. Qo'rqish tegishli dal shu xil o'rinsiz vahima. Biz tashqi muhitni tanlay olmaymiz, lekin bu muhitga qanday imkon qaytarishga tamoman qurbimiz yetadi. O'zingizga qaymang, boshqalarga ham. Bizni azoblaydigan boshqa ish odam emas, balki bizning ularga tutgan pozitsiyamiz bo'lgankan, Tangridan nola qilib, bandiga ah urib, hammadan ranjib, qaqshab, nola qilib yurishimiz uchiga chiqqan ahmoqonlikdan boshqa narsa emas. Qiyinchilik yo'lingizni to'sqan, o'ng'izsizlik belingizni tukkanda hech kimdan ranjimang. Hech kimga tavbatan qilmang, qaymang. Balki sababini o'z pozitsiyangizdan izlang. Ahmoq odam sho'r pishonligini boshqalardan ko'radi. Oddiy kishilar o'z-o'zini ayblashga tushadi. Aqllar bo'lsa boshqalardan og'rinib yurishning sepi o'zidan ahmoq ekanligini, shundaqla o'zidan boshqalardan ranjib yurishning hech nimaga foydasi yo'qligini obdan biladi. Başqalardan kayıp, ranjib yurmaslik axloqda yükselgenlikning isboti. Kayish, ayıplashning foydasizligi hammaga ayon.
pozitsiyamizni tahlillab, o'zimizni qancha qattiq chiniqtirgan sari yengillik bilan foydasiz ishlarni qilib silishdan shuncha saqlana olamiz. Hamma ish o'z yo'lida mangdi. O'xshashla boshqalar qandoq o'ylag'isi kelsa shundoq o'ylaydi. Ularning nimalarni o'ylashining biz bilan aloqasi yo'q. O'zingizni ayblamang. Boshqalarga texim qo'ymang.